Qaynisinimi qo'yniga qanaqa yo'l topsam bo'ladi? Yana Xudo xola bilan gaplashib o'tiribsizmi? Tez ishingizni qiling, hozir oyimga aytib beraman. Qaynisinimi qo'yniga yo'l deb nomlangan taom tayyorlaymiz. Videoni yaxshilab ko'ringlar. Alisa, kotletga qanaqa ziravor qo'shganim yaxshi? Kotletga tuz, qora murch, sarimsoq, piyoz, paprika, quritilgan oregano, timian, koriander va zira kabi ziravorlar qo'shish mumkin. Farsh, piyoz, non talqoni, ukrop, kinza, ziravorlarni o'zingizlar eshitdinglar. Tuxum solib, yaxshilab aralashtirib, kotlet holiga keltirib olamiz. Kartoshka bilan baqlajonni qizartirib olamiz. Quyidagi bor idishingizga sariyog' surib olasiz. Sousi uchun ajjika, qizil tomat, suv, shakar, tuz va ziravorlar. Xuddi videoda ko'rsatilgandek terib, ustidan sousimizni qo'yib, duxovkaga boramiz. Ko'p joyda bu taomni kartoshka bilan baqlajonni qovurmasdan qilishadi, lekin bu usulda yana ham mazali. Alisa, 25 minutga taymer yoq. 25 daqiqa. Vaqt ketdi. Alisa, super kelinchak, musiqa qo'y. Yo'da, super kelinchak qo'shig'ini yoqmadimi? Ha, kelinimizga gap bo'lishi mumkinmi? Yeb ko'ring. Juda masal. Alisajon, kelinimizni ko'ngliga qanaqa qilib yo'l topsam ekan? Kelingizni ko'nglini topish uchun avvalo samimiy va ochiq bo'ling. Unga kichik sovg'alar, kutilmagan syurprizlar Ha, qaynsingiljon. Baxtli oilamiz sirini hammaga aytib qo'ydik-ku.